Endilikda Umida pardalarida mana shunaqa chiroyli ko'rpachalarga moslab pardalar ham kelibdi. Bu yangilikni menimcha birinchi o'rinda Angrenda Umida qilgan bo'lsalar kerak. Ketdi obzor qilib beraman. Mramor ko'rpacha yastig'lar, mana bu esa pardasi. Voy bu nima deydi? Buncha dahshat bo'la. Ketdi boshqasini ko'rsa, bu esa boshqasi. Mana bu ko'rpacha yastiqlari, bunisi esa pardasi. Undan tashqari, undan ortiq rasvetka mana ko'rpachalar bor. Ular chiroyligini qaranglar hammasini. Yangi kelinchaklar diqqatiga, Umida pardalari do'koniga kelib, yastiq pardalar olsanglar, обязательно do'kon tomonidan sizlarga mana shunaqa gullar bonusiga beriladi. Bilasizlar, Umida apa hech kimni xafa qilmaydilar. Azizlarim, Marojon, hozir kelinchakni uyiga olib borib qo'llarim bilan sovg'asini topshirib kelaman. Qizlarim 3 kunda pardalarini, to'shaklarini ilib, yasab, kelin uyini yasatib keldi. Mana biz esa hozir sizlar bilan yangi kelin kuyovni uyini obzor qilib beramiz. Ketdik. Kelinchagimizning sovg'asi, pardamiz, ko'rpachamiz, komplektimiz. Kelinchagimizning spalnixonasi, pardalari ko'ring, Turkiyaniki high-tech uslubda. Mana pastelniy zebra kassamiz ham bizniki. Juda ham chiroyli naborimiz. 11 parchalikdan berdik, pardalariga moslab, mebellariga moslab.